mavzu yaxshi bo'ldi-ya. Ha. Sen tushundingmi bugungi mavzuni? Ha, tushundim. Sanchi? Voy, jinimisan? Cho'chib yubording-ku. Qiladigan boshqa ishing yo'qmi? Qaysizlar qizlar? Yaxshi. Shahzoda, menda bitta iltimosim bor edi. Hozir o'zing bilasan. Nazoratlar ko'p. Menga yordam berasan? O'zing qilsang bo'lmaydimi? O'qisang bo'lmaydimi? Meni uyda ishlarim ko'p. Onamga yordam berish kerakman. Yordam bera qol. Evaziga nima berasan? Och iching. Voy, o'rtoqjon, endi marojniy yeymiz. Qizlar, bu yerda nima bo'lyapti? Voy, assalomu alaykum ustoz. Boyadan beri kuzatyapman. Nimagadir kirasizlarmi? Nimadandir xursandsiz. Bu nima? Ustoz, men buni qilmadim. Mana o'zi U iltimos boshladi, qilib berdi. biza qilmadi ustoz. Bizda ayb yo'q. U birinchi boshladi. Hozir sen boshlagan narsa seni nima oqibatlarga olib kelishini bilasanmi? Bilmayman. Unda tasavvur qil. O'zbekiston Respublikasining 2023-2027 strategiyasida belgilab o'tilganidek, O'zbekiston Respublikasining hech bir hududida korrupsion holatlarga yo'l qo'yilmaydi. Tasavvur qiling, siz oliy ta'lim muassasasi talabasisiz yoki maktab o'quvchisi. Bu degani siz qonun doirasidan tashqari ish qilishingiz mumkin degani emas. Pul va shunga o'xshash qimmatbaho narsalar sizni tengdoshlaringiz va adolatli jamiyatdan ajratib qo'yishga yo'l qo'ymaydi. Zeroki bular sizga va atrofingizdagilarga nisbatan qilinayotgan jinoyatga sababchi bo'lishi mumkin. Ustoz, kechiring. Bunaqa qilmayman. Kechiring. Korrupsiyasiz hayot bu tinch hayot hisoblanadi. Tushunarding?